Kunlar ichida butunlay hayotim o'zgarib ketdi. Meni ham 53 mingtadan oshgan akkauntim blok bo'lib qoldi. To'g'risini aytsam, Instagram akkauntimga emas, qilgan mehnatimga achindim. 3 yil ichida qilgan har bir ishlarim, ko'rgan qiyinchiliklarim va xursandchiliklarim birma-bir ko'z oldimdan o'tishni boshladi. Motivatsiyam juda ham tushib ketdi. Eng yomoni, Instagram akkauntimda menga buyurtma bergan obunachilarim bor edi. Ularni buyurtmalarini qabul qilgandim va to'lovlarini ham qabul qilib olgandim. O'zimni xuddi boshqa bir insonlarni aldab qochib ketgan odamdek his qilishni boshladim. Lekin hozir hammasi juda ham yaxshi. Instagram o'zimning akkauntimni menga qaytarib berdi va buyurtmalarimni ham o'z egalariga chiqarib berdim. Ular ham mendan xursand. Lekin shunga qaramasdan hali ham tinivoy bandaman. Agar bu video sizda chiqayotgan bo'lsa, menga obuna bo'lib, videoni saqlab oling. Shunda tezroq bandan chiqarkanman. Agar siz ham shunaqa aksessuarlarni yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sizni 29 minglik kursimga taklif qilaman. Kursimizning narxi 25-maygacha shu narxda bo'ladi. Keyin esa 59 ming narxga ko'taramiz. 36 xil aksessuarni 29 mingga o'rganish uchun kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Biz o'zimiz sizga to'liq ma'lumot beramiz. Desang tengi yo'q, endi halovatim yo'q. O'rima yurishimda poytaxt ko'ylagingni yangi yo'q.